o'rtog'imiz obyektga keldik. Bu obyektga xudo xolasa 1 yil oldin sota zeleniy yashil rangli bitumli chiripcha berganmiz. Hozir ham 1 yilda qanaqa o'zini tutganini ko'rgani syomkaga keldik. Hurmatli obunachilar, mana bugun 1 yil oldin bu chiripchani bergan edik, ko'rishingiz mumkin. Bu sota modeli. Chimlarni ko'ramiz. Bu obyekt Zominda joylashgan. Ancha tepaligiga chiqib qoldim. Hop, bu seriyamiz sota yashil model hisoblanadi. Doki firmasi chiripchasi. Mana sifati va anaqasini ko'rishingiz mumkin. Dahshat. 1 yil turdi bu. Qor, yomg'ir, suvlarni ko'rgan. Mana qanaqa joy, qanaqa turishi. Mana bunaqa kottejda xudo xolasa mana 7 ta 8 ta turibdi. Orqa fonda ham. Kimga shunaqa chiroyli chiripchada kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqsanglar, qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib beramiz. Optim roznitsa farqi yo'q. Главный sizlarga yoqqan model topib bersak, bu yaqinroq joyini topib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu seriyamiz sota yashil modeli. O'zini spetsial qora dog'lari bor, soya ko'rinishida berish uchun. Tepalarda aeratorlari, ventilyatsiya uchun kanyoklar qo'yilgan. Sirifliga qanaqa chiroyli akkuratli turibdi. Bu tomni nima afzalligi bor, profnasildan nima farqi bor desanglar, asosan buni effekti yozda bilinadi. Bilsanglar, yozda tunki qizigan shunaqa tiqir-tuqir tovushlar chiqadi. Uyi doполнительный, ya'ni qo'shimcha sifatida isitib yuboradi, dazmolga o'xshab. Bu material bo'lsa o'zining qavatini hisobiga, o'zining issiq suvga chidamligi hisobiga ancha-muncha issiq ushlab beradi. Misol uchun tashqari 70 bo'lib ketsa, tunka qizdirsa 100 bo'lib ketib qoladi. Bu bo'lsa 70 bo'lgan holatida uy ichini 40 ligacha pasaytirib beradi. Ya'ni 20 gradusgacha issiqni qaytarib beradi bu. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Bugun mana bitta obyektimizdanmiz. Bu obyekt Zominda joylashgan. Ya'ni bundan oldingi videolarimizda ham ko'rsatuvdik. Bu chiripcha qoqilganiga xudo xolasa 1 yil bo'ldi. Mana turishlari qanaqa chiroyli akkuratni turibdi. Hop, bu chiripchani oddiy profnasildan nima farqi bor deb so'ralgan akalar uchun qisqacha ma'lumot. Bu mягкий krovli chiripchalari o'zini qavatini hisobiga, ya'ni bu yerda fanerasi, to'la chiripchani hisobiga yozda issiqni, qishda sovuni yaxshigina qaytarib beradi. Tunka bilan solishtirgan bo'lsak, tunka yozda uyi gradusiga 10 gradus qo'shsa, masalan, bu mягкий bitumli chiripchalar yozda issiqni 15 gradusgacha qaytaradi. Ya'ni yutadi. Mana ko'rib turgan rangi bu usti